Eng yosh Jahon Kubogi sovrindoriga davlatimizning yuksak ehtiromi. O'zbekiston yashil energetika taraqqiyoti Euronews nigohida. Dunyoning top 150 ta oliygohlari qatoridan joy olgan universitet. Bodring yetishtirgan yiliga 300 million so'm daromad topadi. Shu va boshqa xabarlar Fakt 24 dasturida. Assalomu alaykum. Xabaringiz bor, Euronews telekanali mamlakatimizdagi ulkan o'zgarishlarni keng yoritib kelmoqda. Ushbu telekanalning bu galgi e'tibori O'zbekistonda yashil energetika sohasidagi mega loyihalar, ekologik yechimlar va tizimda erishilgan yuksak yutuqlarga qaratildi. Ambitious projects and international partnerships are reshaping Uzbekistan's energy landscape. Ambitsioz loyihalar va xalqaro hamkorlik O'zbekistonda energetik sohani tubdan o'zgartirmoqda. Dunyo media giganti Euronews'ning Business Line dasturida bu gal yashil energiya mavzusi ustuvor. Bugun ayni masala jahon miqyosida global ahamiyat kasb etib borayotgan, dunyo davlatlari uglerod neytralligiga erishishga tobora intilayotgan bir paytda 400 milliondan ziyod auditoriyani qamrab olgan Euronews telekanali ijodkorlari energetika tarmog'idagi yangiliklarni O'zbekiston misolida ochib jazm qildi. Negaki global kun tartibiga chiqqan bu yo'nalishda yurtimiz nafaqat katta salohiyatga, balki uncha-muncha rivojlangan davlatlarda hali qayd etilmagan yutuqlarga ham erishdi. Uzbekistan is taking bold steps to transform its energy landscape. Dastur boshlovchisi O'zbekiston erishgan natijalarni alohida urg'ular ekan, sohani tubdan yangilashga kirishgan mamlakat 2018-yilda Parij kelishuvini ratifikatsiya qilish orqali 2030-yilga borib issiqxona gazlari miqdorini 2010-yilga nisbatan yalpi ichki mahsulot hajmining 10% ga qisqartirish majburiyatini olgan. Yaqingacha elektr energiyasining 80% ga yaqini tabiiy gaz hissasiga to'g'ri kelgan O'zbekiston 2024-yil dekabr oyida quyosh, shamol va gidroelektr stansiyalar yordamida ishlab chiqariladigan yashil energiya ulushini 54% ga yetkazishni o'z oldiga maqsad qilganini ta'kidlab, joriy yilning birinchi yarmida qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushi 20% dan oshganiga alohida e'tibor qaratadi. 2025. Major investors. Saudiya Arabistoni, Xitoy va Yevropadagi yirik investorlar, taniqli kompaniyalar uchun O'zbekiston ayni yo'nalishda tobora jozibador bo'lib bormoqda. Yangi kelishuvlar, istiqbolli loyihalar ko'lamining ortishi bunga bir misol. Bularning ortida esa jahon mass media gigantining ta'kidlashicha, shaffoflikka asoslangan tenderlar, imtiyozlar, kafolatli tariflar kabi davlat tomonidan amalga oshirilayotgan sohani rag'batlantirishga doir chora-tadbirlar mujassam. On the banks of the Norin River in Uzbekistan's Namangan region. Namangan viloyatidagi Norin GESlar kaskadi yashil iqtisodiyotni rivojlantirish, aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladigan strategik loyihalardan bo'lib, suv energiyasini nurli kelajak impulsiga aylantirayotgan ushbu o'ziga xos mega dastur Norin daryosida qurilishi allaqachon boshlangan 6 ta gidroelektr stansiya kaskadini o'z ichiga olgan. 2025-yil sentyabr oyida foydalanishga topshirilgan birinchi milliy GES to'liq mahalliy mahsulot va uskunalar asosida barpo etilganiga urg'u bermoqda Euronews. Built entirely with local materials and expertise. This is the first stage. Mamlakatimiz muhandislik yo'nalishida ham ilg'or tajribaga egaligi ifoda etilgan materialda ushbu gidroelektr stansiya yiliga 171 million kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarib, 130 ta yangi ish o'rni yaratishi. Natijada 430 ming xonadon barqaror energiya bilan ta'minlanib, yiliga 290 million kub metr gaz tejalishi alohida ta'kidlanadi. Bu iqtisodiyot uchun qariyb 21 million yevro manfaat degani. Hozir kunda suv to'suvchi inshootimiz hamda 220 kilovoltli podstansiyamiz hamda Norin GES 1 38 megavatli GESimiz foydalanishga topshirildi. O Norin GESlar kaskadining umumiy uzunligi 24 kilometrni tashkil topib, hozirda 5 kilometr kanalimiz birinchi GES hisobidan foydalanishga topshirildi. From flowing water to moving air. Nafaqat oqar suvdan, balki shamol imkoniyatlaridan ham unumli foydalanish energetik samaradorlik omili. Shu jihatdan ham Chorvoqda quvvati 20 megavatga teng shamol elektr stansiyasi qurilmoqda, deyiladi Euronews materialida. Mazkur loyiha Xitoy davlatining Shinjon Uyg'ur avtonom rayon savdo departamenti tomonidan 28 million dollar miqdoridagi beg'araz grant mablag'lari hisobiga amalga oshirilmoqda. Loyihani foydalanishga topshirish natijasida 20 mingta xonadon uzluksiz yashil energetika bilan ta'minlanadi. 14 million kub tabiiy gaz iqtisod qilinishi kutilmoqda. For Uzbekistan, these projects. Bu loyihalar O'zbekiston uchun oddiy stansiyalar qurilishi emas, u mamlakatni energetik jihatdan xavfsiz va barqaror qilishga, yangi investitsiyalarni jalb etishga qaratilgan keng qamrovli strategiyaning bir qismi. Amalga oshirilayotgan barcha quyosh, shamol, batareya saqlash tizimlarini qurish bo'yicha investitsiya loyihalari xususiy sherikchilik asosida amalga oshiriladi. 20 yil, 25 yilga
davlat xususiy sherikchilik asosida kafolatli elektr energiya sotib olish ko'zda tutilgan. Gidroenergetika yo'nalishidagi loyihalarning quvvatini 2030-yilga borib 2 baravarga oshirish bilan birgalikda kichik, mikro va mini GESlarni rivojlantirish bo'yicha ham Prezidentimizning alohida qarorlari qabul qilingan va 2000 dan ortiq butun respublika hududlari bo'ylab shunday loyihalar amalga oshirish ko'zda tutilgan. Yashil energetika sohasidagi mega loyihalarimizning dunyo media giganti Euronews'ning e'tiboriga tushishi yurtimizda ayni yo'nalishda olib borilayotgan ishlarga jahon miqyosida ham qiziqish tobora ortib borayotganidan dalolat.